Assalomu alaykum hammaga. Mana biz bugun oxirgi haftani yakunlab oldik. Hafta bo'yicha natijalarimiz judayam ajoyib edi. Hozir ham shu holat, shu natijani saqlab qoldik. Faqatgina shu orada 8:23 da, ya'ni to'shki vaqti bilan kechki 20:23 da Tramp yangiligi asosida mana kuchli yoqimni biz ushlagan edik. Faqatgina rekord joydan olib ketamiz degan. Lekin ularning hech yo'q. Pastda biz zonalarimiz bordi. Birinchi zonani impulslarga yetishga qaramasdan ikkinchi zonadan ham tren olib, normal foyda bilan chiqishga bo'ldi. Va undan keyin berilgan bitimlar bo'yicha tren bo'yicha 95 600 zonadan 1, 2, 3 marta entry. Har biri 100, eng kami 110 punktlik yurish bilan yurishdi. Juma kuni juda barakali kun bo'ldi. Eng kamida 11 ta entryni oldik. Bir kunda o'zida. Juda ajoyib, juda yaxshi. Menimcha haftani yakunladik. Buni o'quvchilarimiz natijalari ham o'z ko'rsatib turibdi. Buni ko'rib chiqsalaring bo'ladi. Faqat shu yangilik davomida biz sal beparvoligimiz sababli degan bo'ladi. Mana shu momentlarda og'irroq keldi, lekin o'sha momentda ham o'zimizni yo'qotmasdan chiroyli ajoyib entrylar qilib chiqib ketishga muvaffaq bo'ldik. Mana bu yangilik newslar. Oxirida baribir hozir ko'ramiz. Newslar bilan chiqishga harakat qildik. Newslar bilan chiqishga imkonimiz bo'ldi.